Tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 1-dekabrdan 4-dekabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Andijon, Farg'ona, Namangan hamda Surxondaryo viloyatlarida ushbu kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushib turadi. Respublikamizning qolgan hududlarida esa, ya'ni Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo viloyatining ayrim hududlarida 4-dekabr kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar 1-3-dekabr kunlari kechalari 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduz kunlari 10-15 daraja atrofida bo'ladi. 4-dekabrga kelib kechalari 0-5 daraja iliq, kunduz kunlari 8-13 daraja tashkil etadi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 1-3-dekabr kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 4-dekabrga kelib ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, yomg'ir qorga aylanishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduz kunlari 5-10 daraja iliq bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.